Bugun men siz bilan juda muhim masalani ochiq va sodda tilda gaplashmoqchiman. Pensiyalar to'xtaydimi? XVF talabi bilan to'lovlar bekor qilinadimi? Oddiy pensioner, nogironligi bor fuqaro, boquvchisini yo'qotgan oila yoki nafaqa olayotgan odam ertaga pulsiz qoladimi? Bu savollar hozir ko'pchilikni xavotirga solyapti. Chunki internetda to'lovlar bekor qilinadi. Pensiya tizimi qisqaradi. XVF talab qildi degan gaplar juda tez tarqalyapti. Men bu videoda vahima emas, aniq tushuncha beraman. Qaysi to'lovlar haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin? Pensiya bilan nafaqa o'rtasidagi farq nimada? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Hammasini birma-bir tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda pensioner ota-ona, nafaqa oluvchi qarindosh, bolali oila yoki ijtimoiy yordamga muhtoj inson bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda odamlar ko'pincha kech qolib, keyin hujjat, ariza, tekshiruv masalasida qiynalib qolishadi. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Pensiyalar birdaniga to'xtab qoladimi? Men ekspert sifatida buni shunday tushuntiraman. Qonun bilan belgilangan yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oddiy bir tavsiya yoki xalqaro tashkilotning hisobotidagi jumla bilan ertaga bekor bo'lib qolmaydi. Pensiya bu davlatning fuqaroga qonun asosida olgan majburiyati. Uni bekor qilish uchun qonun o'zgarish, parlament muhokamasi, rasmiy qarorlar, ijro mexanizmi bo'lishi kerak. Lekin bu degani umuman hech narsa o'zgarmaydi degani emas. Muammo shundaki, davlat budjeti xarajatlari ijtimoiy to'lovlar, subsidiya va imtiyozlar bo'yicha doimiy tahlil olib boriladi. XVF, ya'ni Xalqaro valyuta fondi odatda davlatlarga shunday tavsiyalar beradi. Budjet xarajatlarini samarali qiling. Hamma pulni hammaga bir xil tarqatmang. Yordamni aynan muhtoj odamga bering. Ortiqcha imtiyozlarni qisqartiring. Maqsadsiz to'lovlarni qayta ko'rib chiqing. Shu joyda ko'pchilik chalkashadi. To'lovlarni bekor qilish degan ibora hamma pensiyalarni bekor qilish degan emas. Bu ayrim imtiyozlar, ayrim kompensatsiyalar, ayrim subsidiyalar, ayrim toifalarga berilayotgan takroriy yordamlar. Noto'g'ri rasmiylashtirilgan yoki haqiqatda muhtoj bo'lmagan odamlarga ketayotgan to'lovlarni qayta ko'rib chiqish bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam bir vaqtning o'zida bir nechta manbadan yordam olayotgan bo'lishi. Lekin uning real daromadi ancha yuqori bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, haqiqatan muhtoj odam hujjat topshirmagan uchun yordam olmayotgan bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida ijtimoiy yordam tizimida asosiy e'tibor toifaga qaratilgan. Pensioner bo'lsa, nogironligi bo'lsa, bolasi bo'lsa, kam ta'minlangan deb topilsa, tegishli to'lov beriladi. Hozir esa dunyoda ham, bizda ham yondashuv asta-sekin aniq manzillilikka o'tmoqda. Ya'ni davlat so'ramoqda, bu oilaning haqiqiy daromadi qancha? Uyda nechta ishlaydigan odam bor, mulki bormi, avtomobili bormi, bank hisobidagi mablag'i bormi? Boshqa yordam oladimi? Ishga layoqatli a'zolari bor yo'qmi? Mana o'zgarishning ildizi shu. Gap faqat berish yoki bermaslikda emas, gap kimga qancha qanday asos bilan berishda. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Shuni aniq ajratib olaylik. Birinchi toifa yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar. Masalan, 35 yoshli otaxon 35 yil ish stajiga ega pensiya jamg'armasi orqali unga har oy pensiya tayinlangan. Bunday odamning pensiyasi XVF shunday dedi degan gap bilan bekor qilinmaydi. Pensiya miqdori qonuniy formula bo'yicha hisoblangan. Ish staji, ish haqi bazaviy miqdorlar va belgilangan tartiblar asosida. Agar u tirik bo'lsa, hujjatlar to'g'ri bo'lsa, bank kartasi yoki pochta orqali olish tizimida muammo bo'lmasa, pensiya davom etadi. Lekin bu yerda bitta muhim jihat bor. Ba'zan pensiya to'xtadi degan holat aslida tizimdagi tekshiruv. Bank kartasi muddati tugashi, shaxsiy ma'lumotlar yangilanmagani, yashash joyi o'zgargani, ishonchnoma muddati tugagani yoki fuqaroning chet elga uzoq muddat chiqib ketgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Odamlar buni darhol pensiyalar bekor qilinyapti deb tushunadi. Aslida esa bu individual texnik yoki hujjat masalasi bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda ham farq bor. Agar odamga nogironlik guruhi muddatsiz berilgan bo'lsa, to'lovlar odatda davom etadi. Agar nogironlik ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga, tibbiy qayta ko'rikdan o'tish muddati kelganda odam borib ko'rikdan o'tish kerak. Agar u ko'rikka bormasa, hujjatni yangilamasa, tizimda muddat tugagan deb ko'rinsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu ham davlat bekor qildi degani emas.
Bu hujjatni tasdiqlash jarayoni. Masalan, bir ayol ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha nafaqa olayapti. Uning tibbiy xulosasi 2025 yil mart oyigacha amal qiladi. U mart oyida qayta komissiyadan o'tishi kerak edi, lekin o'zi davom etaveradi deb o'ylab bormadi. Aprelda pul tushmadi. Ayol qo'rqib ketdi. Nafaqalarni bekor qilishibdi dedi. Aslida esa uning hujjati muddati tugagan. U tibbiy komissiyadan o'tib, ma'lumotlar yangilansa, qonunda belgilangan tartibda to'lov qayta tiklanishi mumkin. 3-toifa kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ijtimoiy nafaqalar, bolalar puli, moddiy yordam. Mana eng ko'p o'zgarish va tekshiruv bo'lishi mumkin bo'lgan joy shu. Chunki bunday to'lovlar odatda oilaning daromadi va holatiga qarab belgilanadi. Agar oilaning daromadi oshsa, ishga kirgan a'zolar paydo bo'lsa, uy joy yoki avtomobil bo'yicha ma'lumotlar chiqsa yoki avval yashirilgan daromad aniqlansa, yordam kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Misol keltiraman. Bir oilada xotin va 3 farzand bor. Oila bolalar nafaqasi oladi. Ariza topshirgan paytda ishsiz bo'lgan, xotin uy bekasi bo'lgan, daromad past bo'lgan. Keyin rasmiy ishga kirib oyga 4 million so'm ola boshladi. Xotin ham tikuvchilik seksiga kirib 2-10 million so'm olmoqda. Oilaning umumiy daromadi oshdi. Keyingi tekshiruvda tizim buni ko'radi va siz endi avvalgi mezon bo'yicha kam ta'minlangan toifaga kirmaysiz deyishi mumkin. Bu nohaqlik emas. Bu manzilli yordamning mohiyati. Yordam doimiy mukofot emas. Vaqtincha qo'llab-quvvatlash. Yana bir misol. Oila haqiqatan qiynalgan. Otasi kasal, onasi ishlamaydi. 2 bola maktabda, 1 bola bog'chada. Lekin ariza topshirishda bitta hujjat yetishmagan. Mahalla orqali ma'lumot to'g'ri kiritilmagan yoki bank hisobidagi ma'lumot noto'g'ri talqin qilingan. Natijada yordam rad etilgan. Bunday holatda odam hammasini bekor qilishyapti deb o'tirib qolmasligi kerak. Shikoyat qilish, qayta ariza berish, hujjatlarni to'ldirish, real holatni isbotlash kerak. 4-toifa imtiyoz va kompensatsiya olayotganlar. Masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya, ayrim kasb egalari yoki alohida toifalarga berilgan qo'shimcha to'lovlar, subsidiyalar. XVF kabi tashkilotlar ko'pincha aynan shunday xarajatlarni tahlil qiladi. Bu imtiyoz haqiqatan ijtimoiy adolatga xizmat qilyaptimi yoki umumiy budjetga bosim qilyaptimi? Masalan, boyroq qatlam ham subsidiyadan foydalansa, davlat puli muhtojga emas, hammaga birdek ketadi. Bunday tizim uzoq muddatda qimmatga tushadi. Shuning uchun davlatlar ko'pincha umumiy subsidiyadan manzilli yordamga o'tadi. Oddiy qilib aytsam, avval arzon narx yoki imtiyoz hamma uchun bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin esa davlat aytadi, kimning daromadi past bo'lsa, o'shanga yordam beraman. Daromadi yuqori bo'lgan odam bozor narxida to'laydi. Bu jarayon og'riqli bo'lishi mumkin, chunki odamlar o'rganib qolgan imtiyozdan ayrilishni yoqtirmaydi. Lekin budjet nuqtai nazaridan qaralsa, bu pulni eng muhtoj qatlamga yo'naltirishga urinishdir. Birinchi nozik nuqta: pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda fuqaroning ish staji, sug'urta badallari, qonuniy mehnat faoliyati bilan bog'liq. Nafaqa esa ko'pincha ijtimoiy yordam sifatida belgilanadi. Masalan, yoshga doir pensiya bilan bolalar nafaqasining huquqiy tabiati bir xil emas. Shuning uchun nafaqa tekshiriladi degan xabarni pensiya bekor bo'ladi deb qabul qilish xato. Ikkinchi nozik nuqta: to'lov to'xtashi har doim ham butun mamlakat bo'yicha qaror degani emas. Ba'zan bir odamning pasport ma'lumoti yangilanmagan, familiyasi o'zgargan, bank kartasi bloklangan, vafot etgan shaxs nomiga pul tushib turgani aniqlangan. Ishonchnoma bilan olayotgan odam muddati o'tgan hujjat bilan kelgan bo'lishi mumkin. Tizim bunday holatlarni ushlasa to'lovni to'xtatadi. Bu aslida suiiste'molning oldini olish uchun qilinadi. 3-nozik nuqta: chet elga chiqish masalasi. Agar pensioner yoki nafaqa oluvchi uzoq muddat chet elda yashayotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu yerda har bir to'lov turiga qarash kerak. Kimdir 3 oyga davolanishga ketgan bo'lishi mumkin. Kimdir yillar davomida boshqa davlatda yashaydi. Davlat esa yordamni mamlakat ichida yashayotgan, ro'yxatda turgan va tekshiriladigan shaxsga berishni xohlaydi. Shuning uchun chet elga chiqayotgan odam pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy organlardan oldindan tartibni so'rab olish kerak. 4-nozik nuqta: yashirin daromad. Hozir ko'p ma'lumotlar raqamli tizimlar orqali tekshiriladi. Rasmiy ish haqi soliq ma'lumotlari, mulk, avtomobil, bankdagi ayrim operatsiyalar, tadbirkorlik faoliyati ko'rinishi mumkin. Men aytmasam, bilishmaydi degan davr asta-sekin tugayapti. Agar oila kam ta'minlangan sifatida yordam olayotgan bo'lsa,
lekin nomda qimmat avtomobil, do'kon, ijaraga berilgan uy yoki katta daromad bo'lsa, keyin to'lov to'xtatilishi tabiiy. 5-nozik nuqta. Ayrim odamlar yordam olish huquqiga ega bo'lsa ham ariza bermaydi. Mahalladagilar biladi. O'zi avtomatik tushadi. Qo'shnim aytdi, baribir bermaydi deb yuradi. Aslida ko'p to'lovlar uchun ariza, hujjat tizimga kiritish kerak bo'ladi. Agar odam murojaat qilmasa, davlat uning holatini to'liq bilmasligi mumkin. Shuning uchun haqiqiy muhtoj odam jim o'tirmasligi kerak. 6-nozik nuqta. Qarindoshlar daromadi va oila tarkibi. Ijtimoiy yordam hisoblanganda ko'pincha bir xonadonda yashovchi yoki bir oila sifatida ko'riladigan a'zolarning daromadi e'tiborga olinadi. Masalan, bu pensiya oladi. O'g'il ishlaydi, kelin ishlaydi, nabiralar bor. Agar bolalar nafaqasi uchun ariza berilsa, tizim oilaning jami daromadini ko'radi. Ba'zi odamlar bu buvining pensiyasi, bizga aloqasi yo'q deydi. Lekin qonun va tartibda oila tarkibi qanday belgilangani muhim. Shuning uchun ariza berishda kim oila a'zosi sifatida kiritilayotganini aniq tushunish kerak. 7-nozik nuqta. Rasmiy xabar bilan mish-mishni ajratish. XV hisoboti yoki tavsiyasi chiqsa, ijtimoiy tarmoqlarda sarlavha keskin bo'ladi. To'lovlarni bekor qilish talabi qo'yildi. Lekin hisobotning ichini o'qisangiz, u yerda odatda maqsadsiz subsidiyalarni kamaytirish, ijtimoiy himoyani manzilli qilish, budjet barqarorligini ta'minlash kabi iboralar bo'ladi. Bu iboralar siyosiy yoki iqtisodiy qarorlar uchun tavsiya, lekin ular avtomatik ravishda pensionerning kartasiga pul tushmaydi degani emas. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men har bir tomoshabinga aniq amaliy qadamlarni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, qaysi to'lovni olayotganingizni aniqlang. Bu pensiyami, nogironlik nafaqasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, bolalar nafaqasimi, moddiy yordammi, kompensatsiyami yoki subsidiya? Nomini aniq biling, chunki har birining tartibi boshqa. Agar siz faqat davlatdan pul olaman deb umumiy gapirsangiz, muammoni hal qilish qiyin bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa muddati o'tmaganmi? Ishonchnoma bilan pensiya olayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma hali kuchdami? Yashash joyingiz, ro'yxatingiz, telefon raqamingiz tizimda to'g'rimi? Juda ko'p muammolar aynan mana shu oddiy narsalardan chiqadi. 3-qadam. Agar pensiya yoki nafaqa tushmay qolsa, vahima qilmang, darhol sababini aniqlang. Avvalo bankdan so'rang, karta bloklanmaganmi? Hisob raqam faolmi? Texnik muammo yo'qmi? Keyin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki ijtimoiy organiga boring. O'zingiz bilan ID karta, pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjat, bank karta ma'lumoti, ariza uchun telefon raqamingizni olib boring. 4-qadam. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga endi to'lov yo'q deyishsa, yozma asos so'rang. Qaysi qaror bilan, qaysi modda yoki tartib asosida, qaysi sababga ko'ra to'xtatilganini bilishga haqqingiz bor. Yozma javob bo'lsa, keyin shikoyat qilish, qayta ko'rib chiqish, xatoni tuzatish oson bo'ladi. 5-qadam. Kam ta'minlangan oila sifatida yordam olishni istasangiz, hujjatlarni to'g'ri tayyorlang. Oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, daromadlar, ish haqi, ishsizlik holati, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik yoki kasallik bo'yicha hujjatlar, ijara shartnomasi bo'lsa u, aliment masalasi bo'lsa tegishli hujjatlarni yig'ing. Mahallaga yoki vakolatli organlarga murojaat qilganda vaziyatingizni aniq tushuntiring. Kim ishlaydi, kim ishlamaydi, nima sababdan daromad yetmaydi, davolanish xarajatlari bormi, qaramingizda kimlar bor? 6-qadam. Agar rad javob bo'lsa, darhol taslim bo'lmang. Rad etilish sababi ba'zan noto'g'ri ma'lumot, eski baza, noto'g'ri kiritilgan oila tarkibi yoki tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Qayta ariza bering, yozma izoh talab qiling. Yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Hozir onlayn murojaat platformalari, ishonch telefonlari, mahalla va ijtimoiy himoya tizimi orqali masala ko'tarish imkoniyati bor. Eng katta xato, baribir foydasi yo'q deb jim bo'lish. 7-qadam. Qarindoshingiz pensioner bo'lsa, unga yordam bering. Ko'p keksalar bank ilovasini bilmaydi, SMSni o'qimaydi, hujjat muddati tugaganini sezmaydi. Farzandlar, nabiralar oyiga bir marta tekshirib qo'ysin, pul tushdimi? Karta ishlayaptimi? Hech qanday chaqiruv yoki xabarnoma kelmadimi? Tibbiy ko'rik muddati yaqinlashmadimi? Bitta o'z vaqtida qilingan tekshiruv katta asabiylashishning oldini oladi. 8-qadam. Mish-mish tarqatmang. Agar kimdir hamma pensiya bekor bo'lar ekan desa, undan rasmiy manba so'rang. Qonun hujjati bormi? Hukumat qarori bormi? Vazirlik bayonoti bormi?
Agar yo'q bo'lsa, odamlarni qo'rqitmoq. Ayniqsa keksalar bunday gaplardan juda qattiq xavotirga tushadi. Biz ularga vahima emas, tushuntirish berishimiz kerak. 9-qadam daromadingiz o'zgarsa, buni yashirishga urinmang. Ijtimoiy yordam vaqtida noto'g'ri ma'lumot bergan odam keyin nafaqat to'lovdan ayrilishi, balki ortiqcha olingan pullarni qaytarish majburiyatiga ham duch kelishi mumkin. Agar oilangizning ahvoli yaxshilangan bo'lsa, bu yomon narsa emas. Davlat yordami esa haqiqatan hozir yordamga muhtoj oilaga o'tishi kerak. Lekin agar daromad bor ko'rinsa-yu, real xarajatlar, kasallik aliment to'lanmasligi, qarzdorlik kabi holatlar mavjud bo'lsa, buni hujjat bilan isbotlash kerak. 10-qadam, o'z huquqingizni biling, lekin majburiyatingizni ham unutmang. Davlat sizga qonunda belgilangan to'lovni berishi shart, agar siz mezonlarga mos kelsangiz. Siz esa to'g'ri ma'lumot berishingiz. Hujjatni vaqtida yangilashingiz, tekshiruvga chaqirilganda bo'lishingiz, o'zgarishlar haqida xabar berishingiz kerak. Huquq va majburiyat birga ishlasa, muammo kamroq bo'ladi. Endi yakuniy fikrni aniq aytaman. XVF talabi bilan pensiyalar to'xtaydi degan gapni to'g'ridan to'g'ri qabul qilish kerak emas. Qonuniy pensiyalar birdaniga bekor bo'lib qolmaydi. Lekin ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar, subsidiyalar va imtiyozlar bo'yicha tekshiruvlar, manzillilik hujjatlarni qayta ko'rib chiqish kuchayishi mumkin. Kimning hujjat joyida huquqi aniq, ma'lumoti to'g'ri bo'lsa, u xotirjamroq bo'ladi. Kim hujjatni yangilamagan, daromadni yashirgan, noto'g'ri ma'lumot bergan yoki ariza jarayoniga beparvo qaragan bo'lsa, muammoga duch kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim narsa, vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Hujjatlaringizni tekshiring, to'lov turini aniqlang, rasmiy manbani kuzating. Kerak bo'lsa, yozma murojaat qiling. Shunda siz mish-mish qurboni bo'lmaysiz va o'zingizga tegishli yordamni himoya qila olasiz. Sizningcha ijtimoiy to'lovlar hammaga bir xil berilishi kerakmi yoki faqat haqiqatan muhtojlarga manzilli tarzda berilishi to'g'rimi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarda men pensiya, nafaqa, subsidiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha yanada aniq amaliy masalalarni tushuntirib beraman.